Ana periodning dahshati bo'lgan ekan. Havasingiz keladi. Men o'zim 56 kirganman. Lekin mana shu mehnatimning samarasiga o'zim qiziqib beryapman. Tushunasizmi? Bir Surxondaryoga kelganingizda keling, bitta choyimizdan o'tirib olgan dehqonlar hammasi duo qilyapti. Baraka topsin deb. Avlaz aka maniki period novi Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Surxon sovxoziga ekilgan. Yani shu yil ekilgan nimasiman. Ko'rsangiz havas qilasiz buni. Bayqalmang, ko'zingiz bilan ko'rsangiz-da. Bu ikkinchi terim men bilan. Ikkinchi terimi. Qarang, yiqilib qolyapti vaqti ko'tara olmasdan. Buni ikkita mahalladan az kelib, har kuni kelib ko'rib ketadi buni. Bu ikkinchi terim. Kichkina, eng oxiri kichkina ko'chatlarni ekkandim men shu parnakka. Bizda dugaga ekilganda bu, parnaga emas, duga. Bu ikkinchi terim. Qarang, bu toldan bo'lgan duga. Toldan yegib qo'yganmiz buni. Havas akteryapti-da, mana ishchi qizlar. 1, 2, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8 ta hozir ikkinchi terimda. Birinchisida 2 ta terilib olinibdi. Mana ip tortilgan taqdirda nimasi ham sinib ketgan, yiqilib ketgan, ko'tara olmasdan. Shuni teryapmiz. Hozir upokovka bo'layotganini ko'rsataman. Avlaz aka baraka topdi, hamma dehqonlar xursand. Urug'da olgan xursand dehqonlar. Siz olib turinglar. Anday ketyapti. Ya bu yaşında hafif oluyor. Telefonda kichkina ko'rsatadi. Mana bu zakat qo'ygan. Toshkentlik bekovarlik yigitlar olyapti buni. Besh yarim kilo ketadi bitta yashikka.